Barchaga salom. Sizlar bilan yana futbol faktlari. Bugungi sonimizni mana shunday o'zgacha uslubda olishni reja qilganmiz, chunki mavzuyimiz ham aynan o'zgacha uslublar haqida. Joyingizga yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, bugungi videoroligimizni boshlaymiz. Videoyimizni Portugaliyalik afsonaviy futbolchi Ricardo Quaresma boshlab beradi. Ko'plab mutaxassislar fikriga ko'ra, sof talant borasida Cristiano Ronaldodan hech ham kam bo'lmagan Quaresma 1983-yilning 26-sentyabrida Lissabonda dunyoga kelgan. Faoliyati davomida Sporting, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beshiktosh kabi klublarda to'p tepgan Ricardo bolaligidanoq to'p bilan bajaradigan harakatlari orqali barchani lol qoldirib kelgan. 20 yillik karyerasi davomida bajargan jonglyorlik harakatlari va fintlaridan bemalol bir necha soatlik highlightslar tayyorlasa bo'ladi. Lekin ushbu futbolchini dunyoga mashhur qilgan asosiy narsa bu shubhasiz triveladir. Quaresmaga qadar ham trivelani ishlatishgan, biroq aynan u sababli futbolning o'zgacha zavq beruvchi ushbu finti hozirgi avlod o'rtasida chinakamiga trendga chiqdi deb bemalol ayta olamiz. Va hozir qaysi yulduz ushbu uslubdan foydalanmasin, xayolimizning bir chetida Quaresma nomi tushirilgan qandaydir chiroq yonib o'chib turaveradi. Bu futbolchini tanimaydigan futbol muxlisi bo'lmasa kerak. Millionlab insonlar aynan u sababli futbolni sevib qolishgan, unga oshno tutinishgan. Darhaqiqat, afsungar hech bir harakatni oddiy bajarmagan yoki o'zi uchun oddiy bo'lgan narsalar bizga sehrdek ko'rinavergan. Ronaldinho shunchaki futbol o'ynamagan, u qalban maydonda raqsga tushgan. Shu sababdan ham uning qaysidir fintini boshqalaridan ajratib ko'rsatish biroz mushkul, ammo Elastico nomli bir usul borki, aynan o'sha uslub Dinyoning haqiqiy tashrif qog'oziga aylangan desak bo'laveradi. Elasticoni Pele davrida ham ishlatishgan. Zamonaviy futbolda ham tez-tez bu uslubni ko'rib turamiz. Biroq Elasticoni aynan maromiga yetkazib ijro etuvchi inson yagona. Shu uchun ham ushbu fintning aynan Ronaldinho nomi bilan bog'lanishi har tomonlama maqsadga muvofiqdir. Mesut O'zil Germaniyada tug'ilib o'sgan turk farzandi. Katta futbolga kirib kelganidan buyon maydonda o'zining nozik harakatlari va IQ darajasi bilan boshqalardan hamisha ajralib turgan. Shu sababdan futbol o'ynayotgan 22 o'yinchi orasidan Mesutni aniqlab olish u darajada qiyinchilik tug'dirmasdi. Lekin bu iqtidorning shunday bir original uslubi bor ediki, to'g'risi uni boshqa futbolchilarda topish mushkul. Bu bounce shot, ya'ni sakrog'ich zarba deyiladi. Birga bir vaziyatga chiqib borganimda darvozabon men tomon kelsa, to'pni parashyut uslubida tashlasam himoyachi to'pga yetib olishi mumkin. Chunki yuqoridan tashlab qo'yilgan to'p sekin harakatlanadi. Agar mana bunday tepsam, to'p nisbatan tezroq boradi. Darvozabonlar hamisha bir tomonga sakraydi. Agar o'zingni zarba bermoqchiday ko'rsatsang, ular erta sakrab qo'yishadi va masala hal.
Dastlabki so'z yuritilgan qahramonlarimizning barchasi hujum chizig'iga javobgar insonlar edi. Endi esa himoya va hujumni bog'lashdek mushkul ishni maromiga yetkazadigan o'zgacha uslub egasi haqida gaplashamiz. Tan olish kerak, futbolga yuzaki qaraydigan insonlar asosiy ishi qora mehnat bo'lgan Serxio Busketsni to'g'ri baholay olmaydi. Qaysidir ma'noda buni ham tushunsa bo'ladi. Serxio gollar urmaydi, assistlari ham bir qop emas. Himoyada turib darvoza chizig'idan to'plarni olib chiqavermaydi. Xarizmasi ham u qadar baland emas. Lekin aynan raqibning hujumini to'xtatib qarshi hujumga zamin yaratish borasidagi ko'z ilg'amaydigan ishlarni professional tarzda amalga oshirish borasida Buskets haqiqiy benazir. Himoya borasida Casemiro undan abjirroq. Har bir nuqtada paydo bo'lishda Kimmix undan yaxshiroq. Rodrida esa oltin to'p bor. Lekin Buskets unikal futbolchi, xuddi tayanch nuqtasida o'ynaydigan o'nlik kabi. Qora mehnatda ishlash uchun oq ko'ylakda kelib o'sha oq kiyimga dog' tekkazmasdan ketadigan inson. Odatda tayanch nuqtasiga javob beruvchi shaxs fintlar ishlatmaydi, ammo Busketsda aynan uning tashrif qog'oziga aylanib qolgan ajoyib fint bor. Bu drag back, ya'ni ortga tortish. Serxio bu usulini deyarli har bir o'yinda ishlatardi. Fintning hamisha muvaffaqiyatli chiqishi esa Busketsning o'ta xotirjam futbolchi ekanligidan bo'lsa ajab emas. Aslida bu futbolchining bir fintini boshqalaridan ajratib ko'rsatish biroz erish tuyuladi. Hozirgi yosh avlodning ko'zida faqatgina gol uruvchi mashinaga aylanib qolgan Kriro 30 yoshiga qadar 2-3 raqibini shunchaki ko'rdim demasdi. Qizig'i uning driblingi oddiy o'tish emas, fintlar bilan mujassamlashtirilgan kokteyl misoli edi. Ronaldo ishlatgan fintlar ko'p, son sanog'i yo'q. Lekin bittasi borki, Krish uni deyarli har o'yinda ishlatmasa, kechalari uxlolmasa kerak. Bu chop skill, o'zbekchada cho'rt kesish, ya'ni to'satdan yo'nalishni o'zgartirish ma'nolariga mos tushadi. Bir necha oy oldin 40 yoshni qoralagan Faxriy hozirda juda ko'p fint ishlatavermaydi. Himoyachi bilan sprintlarda esa deyarli ishtirok etmay qo'ygan. Lekin bir narsa ma'lumki, u 60 yoshida ham bemalol o'z sevimli fintini muvaffaqiyatli amalga oshirib boraveradi. Bunisiga kafolat bor. Angel Di Maria muhim o'yinlarda va ayniqsa finallarda mas'uliyatni qo'rqmasdan o'z bo'yniga oluvchi argentinalik yulduzni ko'pincha o'z darajasidan past baholanganlar safiga kiritishadi. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus va Argentina termasida hamisha gala yulduzlar safida o'ynagan futbolchi o'z jismoniyatiga yarasha maydonda har doim tinimsiz mehnat qilgan. Jahonga mashhur transfermarkt.com sayti ma'lumotlariga ko'ra, Angel top 5 ligalar tarixida eng yaxshi assistentlar orasida 3-o'rinda qayd etilgan. Futbol o'ynagan inson borki, xoh u professional bo'lsin, xoh havaskor, maydonda bir bor bo'lsa-da Rabona uslubini ishlatib ko'rishni xohlaydi. Di Maria esa o'sha go'zal fintni o'z tashrif qog'oziga aylantira olgan. Angel nafaqat oddiy holatlarda, balki gol va assistlarda ham bir necha bor Rabonadan foydalangan.
Futbol tarixidagi eng zo'rlardan biriga qanday ta'rif berishni ham bilmaysan kishi. Uning qandaydir qobiliyatini alqamoqchi bo'lsang, darhol tushunib yetasanki, sengacha u ta'riflar allaqachon berib bo'lingan. Lionel tarixdagi eng yaxshi dribling ustalaridan biri bo'lsa-da, o'tishlar vaqti hashamkor fintlardan deyarli foydalanmaydi. U barchasini oddiyroq usulda bajarishni ma'qul ko'radi va ayni o'sha payt unga yuqori IQ va kichik jussali tanasi yordamga keladi. Messi tanasidan shu darajada tez va unumli foydalanadiki, u bilan birga bir holatda qolib ketganingda shunchaki tamom bo'lganingni his qilib turasan. Hozirgi kunda Yamalning uslubini barchamiz yaxshi bilamiz. Lamin o'ng qanot bo'ylab harakatlanadi. Vaziyat bo'lishi bilanoq tana yordamida raqib chalg'itiladi hamda yo'nalish to'satdan chap tomonga buriladi va zarba. Ko'rib turibsizki, barchasi hal. Yosh avlod Yamalniki deb o'ylaydigan ushbu uslub niderlandiyalik afsonaviy Kalga tegishli. Aryenning butun umr ishlatib kelgan uslubini hamma bilardi, shu jumladan raqiblari ham. Lekin haqiqiy mashaqqat bila turib uni zararsizlantira olmaslikdadir. Robbendan o'yin uslubini nega o'zgartirib turmasligini so'rashganida, u shunday javob bergandi: "Bu usul har safar ish beradi. Shunday ekan, nega uni o'zgartirishim kerak?" Darhaqiqat, Aryen hali sochlari boshini tark etmagan vaqtlar ham shu uslubdan foydalanardi, toki karyerasi yakunlanganga qadar. Eng qizig'i, uning bir xil kirib borishlari yo bir xil gollarni ko'raverib zerikmaysan kishi. Shunchaki hayratda qolasan, shunchaki zavq olasan. Ovqatdan keyin eng qiziq joyi desert bo'lgani kabi, bu unikal futbolchini ham oxiriga olib qo'ygandik. Mem va hazillarsiz gapiradigan bo'lsak, Antoni rostdan ham normal futbolchi, faqatgina Manchester United'dagi faoliyat sababli uning ustidan tanqidlar va mazaxlar ko'payib ketdi. O'zi oxirgi yillar Manchester United'ga borib memlar va tanqidlar ostida qolmagan kimdir bormi? Uslubga keladigan bo'lsak, yuqorida sanab o'tilgan futbolchilarga tegishli fintlarni ulardan oldin ham ko'pchilik ishlatib yurganini bilamiz. Antonining o'sha mashhur spinner uslubidan esa o'zidan oldin katta futbolda foydalanganlarni topish mushkul. Bu o'zgacha fint aynan Antoni Mateus dos Santos nomi bilan bog'liq. To'g'risini aytsam, u Ajax safida porlashni boshlagandan beri Telegram kanalimda uni kuzatish kerakligi haqida juda ko'p yozganman. Braziliya xarobalaridan jahon futboli elitasigacha yetib kela olgan futbolchining MUdagi og'ir mavsumlaridan so'ng yana o'z darajasida futbol ko'rsatayotganidan xursandman.
Videoyimiz so'ngida yana o'sha ko'pchilik eshitganda ensasi qotadigan so'zlarni takrorlashga majburmiz. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ishoning, faqatgina shu orqali siz bizning harakatimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin va biz uchun bu juda ham muhim. Va videoyimiz so'ngida yana bir jihatni eslatib o'tmoqchimiz. Barchamiz mana shunday tog', qir, umuman tabiat qo'yniga sayohat qilganimizda, ketayotganimizda o'zimizdan maksimal chiqindi qoldirmaslikka harakat qilaylik. Bizning maza qilishimiz ortidan tabiat jabr chekishi kerak emas, azizlar. Sizlar bilan futbol faktlari, o'zingizni asrang.